Assalomu alaykum. O'zbek oyim mantiqiy hikmatlarini mag'zini chaqishda davom etamiz. Ustomonlik bilan vaziyatdan foydalangan, chapdastlik qilsa noroziligini ifodalab qolar. Xasta gumon kekdan, aziyatdan loyqalanganda do'stlik qilsa taroziligini ishoralab qolar. Qalloblar gijgijlaydiganlardan quvvat olar, bit ko'zlarida besaranjomlik ko'rinadi. Ablahlar siz bizlaydiganlarga muruvvat qilar, it so'zlari bilan besamar g'ashlikka urinadi. Uyqusiragan ko'zlarini ishqalab davrada o'tirgan, yuz tirtig'ini jahl bilan tirnab yutoqadi. Tuyg'u so'ragan so'zlarini sayqallab, me'yorida gapirgan, so'z yirtig'ini naql bilan yamab tutoqadi. Qahri chaqmoqdek chaqqanda kishi taqdir zarbalarini pisand qilmaydi. Mehri qaymoqdek oqqanda kishi tahqir zardalaridan xursand bo'lmaydi. O'zi qartayganda kishi eski xotini esiga tushsa anqovlanib g'o'ldiraydi. Ko'zi kirtayganda kishi echki xotiniga es qo'shsa soqovlanib chuldiraydi.